نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. السنة السادسة هجري 6 yilga keldik. سرية ولعشر خلون من محرم السنة السادسة أرسل عليه الصلاة والسلام محمد بن مسلمة في 30 راكبا لشن الغارة على بني بكر بن كلاب الذين كانوا نازلين بناحية ضربة. 6 yilda Muharram oyini 10-kuni. Ashrin xalovna degani Muharram oyidan 10 kun o'tganida Payg'ambar alayhisalom Muhammad ibn Maslamani 30 ta otliq bilan Dorba degan tomonda yashaydigan deymiz, Dakanu nazilin binahiyati Dorba. Dorba degan joyni oti bu Dorba. Dorba degan tomonda yashaydigan Banu Bakr ibn Kilabga hujum qilish uchun yubordi. Fasara ilayhim yakmunu fin nahar wa yasiru al-layla hatta dahamahum. Ular tomon yo'lga chiqib, kunduzlari berkindi, kechalari yurdi va ularga to'satdan hujum qildi. Dahama to'satdan hujum qilish degani faqatala minhum 10. Ulardan 10 tasini o'ldirdi va haraba baqihim, qolganlari esa qochib ketdi. Fastaqatis sariyatu an-na'ama wa shiyaha. Xo'p, qo'shin tuya va qo'ylarni haydab kelishdi. Va adu roji'ina ila al-Madina va Madinaga qaytishdi. Wa qad iltaqaw wa hum 'aiduna bi Thumama ibn Uthal al-Hanafiyyi min 'uzama'i Bani Hanifata. Xo'p, ular qaytayotganida Banu Hanifani kattalaridan, sayyidlaridan bo'lgan Sumama ibn Usalni uchratib qolishdi yo'lda. وهم لا يعرفونه فلما أتوا به رسول الله عرفه وعامله بمنتهى مكارم الأخلاق. وأنا أسيرga olishdi, lekin ular uni tanishmas edi. Rasululloh oldiga olib kelishganida Rasululloh uni tanidi va unga nihoyatda go'zal xulq bilan muomala qildi. فإنه أطلق أساره بعد 3 أبى فيها الانقياد للإسلام بعد أن عرض عليه. Xo'p, keyin Rasululloh uni ozod qildi. Atloqa asarahu, ya'ni asirlikdan ozod qildi 3 kundan keyin. Ba'da 3, ya'ni 3 muzofi bor. Ba'da 3 ayyamin deganida o'zi. Xo'p, aba fiha al-inqiyad, mana shu 3 kunda ichida u dinni qabul qilishdan bosh tortdi. Unga taklif qilingandan keyin dinni qabul qilishni bosh tortgan 3 kundan keyin, 3 kun o'tgandan keyin Rasululloh uni ozod qildi. Ya masjidga bog'lab qo'ygan. Va Rasululloh har o'tganda uni da'vat qilgan, dinga da'vat qilgan, lekin qabul qilmagan. 3 kundan keyin Rasululloh qo'yib yuboryapti. Walamma ra'a Thumamatu hadhihi al-mu'amalata wa hadhihi al-makarima ra'a min al-'abathi an yattabi'a hawahu wa yatruka dinan 'imaduhu al-mahamidu. Sumama mana bu muomalani va mana bu siylovni ko'rgan paytida imaduhu al-mahamid degani uni tayanchi butun yaxshilik va fazilatlar bo'lgan, faqat yaxshilik va fazilatni ustiga qurilgan mana bunday dinni tashlab o'zini havoyi nafsiga ergashishlik g'irt ahmoqlik ekanligini tushunib yetdi. Ra'a min al-abath, ya'ni behudalik, ahmoqlik ekanligini tushunib yetdi. Faraja'a ila Rasulillahi wa aslama ghayra mukrahin. Rasululloh oldiga qaytib kelib va g'ayra mukrah, majburlanmagan o'z ixtiyori bilan islomni qabul qildi va xotabar rasula bi qawlihi, va Rasulullohga mana shu so'zi bilan xitob qildi. Shunday dedi: Ya Muhammadu, wallahi ma kana ala al-ardi min wajhin abghada ilayya min wajhika, faqad asbaha wajhuka ahabba al-wujuhi kulliha ilayya. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, Allohga qasam, yer yuzida sizning yuzingizdan ko'ra yoqimsizroq yuz yo'q edi men uchun. Lekin hozir yuzingiz men uchun yuzlarni eng suyuklisiga aylandi. Wallahi ma kana ala al-ardi min dinin abghada ilayya min dinika faqad asbaha ahabba ad-dini kullihi ilayya. Diningiz ham yer yuzida eng men uchun yoqimsiz din edi, mana endi eng suyukli dinga aylandi. Wallahi ma kana min baladin abghada ilayya min baladika faqad asbaha ahabba al-biladi ilayya. Yurtingiz ham men uchun eng yoqimsiz yurt edi, mana endi eng suyukli yurtga aylandi. فسر عليه الصلاة والسلام كثيرا بإسلامه لأن من ورائه قوما يطيعونه. Rasululloh uni islomni qabul qilganidan juda ham xursand bo'ldilar. Chunki uni ortida unga itoat qiladigan katta bir qavm, qabila bor edi. ولما رجع ثمامة إلى بلاده مر بمكة معتمرا وأظهر فيها إسلامه. Thumama yurtiga qaytgandan keyin Makkaga umra qilgani bordi
marra bi Makka degani Makkadan o'tib qoldi. Ya'ni o'sha tomonga bir yo'l tushganda umra qilgani Makkaga kirdi va Makkada musulmon bo'lganini e'lon qildi. Fa'aradat Qurayshun iza'ahu. Shunda Quraysh unga azor bermoqchi bo'ldi. Fazakaru ihtiyajahum li hububil yamamati allati minha Sumamatu fatarakuhu. Lekin Sumama undan bo'lgan. Ya'ni Sumama u yerlik bo'lgan Yamomani don-dunlariga muhtojliklarini eslab uni tinch qo'yishdi. Chunki Makkaga o'sha Yamomadan kelar edi don-dunlar. Yamomani don-dunini iste'mol qilar edi Makka ahli. Don-dun bu katta rol o'ynaydi, xosatan bug'doy, arpa bular kunlik ehtiyoj. Odamlarning qo'lidan nonini olib qo'ysangiz, ular bo'ldi, hamma narsaga tayyor bo'ladi. Non uchun hamma narsa qiladi inson. Shuning uchun bugungi kunda ham bu haligi siyosatni bir katta nimasini tashkil qiladi. Aytadi-ku, hatto ba'zi musulmon yurtlarini qaram qilish uchun bug'doy ektirmas ekan ba'zi bir joylarga. Eksa ham kelib yoqib yuboradi, nimadir qiladi. Xullas, muhimi bug'doyni tashqaridan sotib olishlik kerak. Qaram bo'lish kerak bu narsaga. Bular ham Makka ahli ham shuni eslab fatarakuhu, uni tinch qo'yishdi va ma'azalika faqad halafa huwa alla yursila ilayhim min al-yamamati hububan hatta yu'minu. Lekin shunga qaramasdan Sumama radhiyallohu anhu to ular musulmon bo'lmagunicha, iymon keltirmagunicha ularga Yamomadan don yubormaslikka qasam ichdi. فجاهدوا جدا ولم يروا بدا من الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم فعاملهم عليه الصلاة والسلام بما جبل عليه من المشقة والمرحمة. Judayam qattiq qiynalib qolishdi. Og'ir ahvolga tushib qolishdi. Shunda Rasulullohdan yordam so'rashdan boshqa chora topisha olmadi. Rasululloh esa o'zlarini o'sha fitratlaridagi bima jubila alayhi degani, ya'ni unga tabiatlantirilgan o'sha fitratlaridagi, tabiatlaridagi shafqat va mehr muruvvat bilan muomala qildilar. Va arsala li Sumamata an yu'ida alayhim ma kana ya'tihim min aqwati al-yamamati fa fa'ala. Sumamaga Rasululloh shu Makka ahliga oldin kelib turgan Yamoma don-dunlarini yana qaytadan yuborishni, qaytarishni buyurdilar. U kishi shunday qildi. Faqat kana li hadha ar-rajul al-karim al-asli qadamun rasikhatun fil islam aqiba wafati ar-rasul sallallohu alayhi va sallam hina martadda aktharu ahli biladihi. Mana bu asl zoda Karimil asli degani bu yerda izofa g'oyru haqiqiy bo'lyapti-da. Qachon sifatni yonida izofa kelsa, bilingki u izofa g'oyru haqiqiy bo'ladi. Aslida bu asl o'sha Karimga foil bo'ladi. Ya'ni asli toza, nasli toza. Mana bu asl zoda kishi Rasululloh vafot etgandan keyin islomda sobit qadam bo'lib turdi. Shaharini aksari murtad bo'lib ketgan paytda. Yamomadan o'zali Musaylamatul Kazzob shu Yamomadan chiqqan. Fakana yanha qawmahu an ittiba'i Musaylama. Shu uchun qavmini Musaylamaga ergashishdan qaytarar edi. Va yaqulu lahum, ularga aytar ediki, iyyakum wa amran muzliman la nura fihi. Nuri yo'q, qorong'u ishdan ehtiyot bo'ling. Yani bu Musaylamani ishi bir nuri yo'q, qop-qorong'u ish. Va innahu la shaqa'un katabahu Allahu ala man ittaba. Va bu unga ergashganlarning peshonasiga bitib qo'yilgan bu badbaxtlik, baxtsizlik derdi. Kim unga ergashsa, bu o'zini badbaxtligi bilan unga ergashadi. Aslida uni ishi yolg'onligi hammaga ma'lum. Fasabata ma'ahu kathirun min qawmihi radhiyallohu anhu. Shunda qavmidagi ko'pchilik insonlar bu kishi bilan birga sobit qadam turdi. Xo'p, g'azvatu Bani Lihyan, Banu Lihyan jangi. Banu Lihyan humul ladzina qatalu Asim ibn Thabit va ikhwanahu. Banu Lihyan bu Asim ibn Sobit va u kishining sheriklarini o'ldirganlar. Va lam yazal Rasululloh hazinan alayhim mutashawwiqan lil qisas min aduwwihim hatta Rabi'il awwal min hadhihi as-sanati. Rasululloh ular uchun hali ham g'amgin, qayg'uda edilar. Mana shu sahobalarning bunday xiyonatkorona o'ldirilishidan va hatto mana shu yilda to Rabiul avval oyigacha dushmanlardan qasos olishni qattiq xohlab yurardilar. Fa'amara ashabahu bit-tajahhuzi. Shunda sahobalarni tayyorgarlik ko'rishga buyurdilar. Va lam yuzhir lahum maqsidahu kama hiya adatuhu alayhi salatu vassalam fi g'alibil ghazawati. Aksar janglardagi odatiga binoan maqsid, ya'ni boradigan joy, qayerga borishlarini ularga bildirmadilar. Li tu'mal akhbaru anil a'da. Toki ana shu dushmanlardan xabarni yashirish uchun. Xabar dushmanga yetib bormasligi uchun. Va walla ala al-madinati ibn ummi maktum. Madinaga Abdulloh ibn ummi maktumni tayinladilarda va sara fi 200 rakibin ma'ahum 20 farasan. 200 ta otliq bilan birga yo'lga chiqdilar. Ularda 20 ta ot bor edi. Va lam yazal sa'iran hatta maqtali ashabir raji'.
Ular ana shu ashabur roji' ashablari, ya'ni roji'da qatl qilingan joyigacha yurib bordilar. Fatarahhama alayhim va da'alahum. Ularga Allohdan rahmat tilab, ularning haqqiga duo qildilar Rasululloh. Walamma sami'a bihi banu Lihyan tafarraqu fil jibal. Banu Lihyan buni eshitganida tog'larga chiqib qochib ketishdi. Faqama alayhissalatu vassalam bi diyarihim yawmayn yab'athu saraya. Rasululloh ularning yurtida 2 kun turib, chor atrofga kichik qo'shinlarni jo'natib 2 kun turdilar. Fala yajiduna ahadan, lekin hech kimni topisha olmadi. Thumma arsala ba'dan min ashabihi liya'tu usfan hatta ya'lama bihim ahlu Makkah fayudakhilahum ar-ru'b. Keyin ashablardan bir qanchasini Usfonga borishni buyurdilar. Ya'tu Usfonga borishni buyurdilar. Bu Makka ga yaqin joy edi. Toki ahli Makka ularni bilsin va ularga qo'rquv kirsin, ulardan qo'rqsin deb, ya'ni ahli Makka ga o'zlarining kuchini ko'rsatib qo'yish uchun Usfan degan joyga borishni buyurdilar. Fazahabu ila Qura'il Ghamim. Qura'il Ghamimgacha borishdi. Thumma raja'a alayhissalatu vassalam ila al-Madinati wa huwa yaqul. Keyin Rasululloh Madinaga mana bu duoni, o'sha safardan qaytish duosi, mana shu duoni aytgan holatda qaytib keldilar. Aybuna taibuna li robbina hamidun. A'udhu billahi min wa'tha'is safari wa ka'abatil munqalabi wa su'il manzari fil ahli wal mal. Xo'p, ya'ni bu yerda aybun taibun mahzuf mubtadoga xabar bo'lyapti-da. Nahnu aybun taibun. Robbimizga hamd va sanolar aytib, tavba va ibodatlar qilgan holda qaytmoqdamiz. Allohdan safar mashaqqatlaridan, wa'tha'is safar mashaqqatlaridan, ka'abatil munqalab degani ko'ngilsiz holatlardan. Ka'abatun o'zi g'am tashvish degani, ko'ngilsiz holatlardan va su'il manzari fil ahli wal mal degani ahli oila va mol mulkka yomonlik yetishidan Allohdan panoh berishini so'rayman. Bu o'sha safardan qaytishda aytiladigan duo. Xo'p, G'azvatul G'oba jangi. Kana lin nabiy alayhissalatu vassalam 20 liqhatan tar'a bil g'obati. Rasulullohni G'oba degan joyda o'tlab yuradigan, o'sha boqiladigan 20 ta sog'in tuyasi bor edi. Liqha degani sog'in tuya, ya'ni sutini sog'ib ichiladigan tuya. Fa aghara alayha Uyayna ibn Hisn fi 40 rakiban. Uyayna ibn Hisn 40 ta otliq bilan hujum qildi bu tuyalarga. Wastalabaha min ra'iha. Va o'sha cho'pondan, ra'i boquvchi, qarovchi, qo'riqchi cho'pondan uni tortib oldi. Faja'atil akhbaru Rasululloh alayhisolatu vassalam. Va xabarlar Rasulullohga yetib keldi. Vallazi ballaghahu huwa Salama ibn al-Akwa'i ahadu rumatil ansor. Bu xabarni Rasulullohga yetkazgan kishi ansorlarni merganlaridan biri. Rumat o'sha rominni jami, mergan. Merganlaridan biri Salama ibn Akwa' radhiyallohu anhu edi. Va kana adda'an. Adda bu advundan, yugurishdan. Tez chopadigan, tez yuguradigan kishi edi. Fa amarahu ar-rasul bi an yakhruja fi athari al-qawmi liyushghilahum bin-nabl hatta yudrikahum al-muslimun. Shunda Rasululloh dushmanning ketidan ularni o'qlar bilan chalg'itib turish uchun, to musulmonlar u dushmanga yetib olgunicha dushmanni o'qlar bilan, kamon bilan chalg'itib turish uchun ularning ortidan chiqishlikka buyurdi. Fa kharaja yashtaddu fi atharihim hatta lahiqahum. Ularning ortidan yashtaddu degani, ya'ni tezlik bilan, zudlik bilan yugurib orqalaridan chiqdi, hatta lahiqahum, va ularga yetib oldi. Qarang, ular otda bo'lgan, bu kishi piyoda. Shunaqa tez yugurgan. Va ja'ala yarmihim bin-nabl. Va ortlaridan o'q otardi ularga. Fa iza wajjahatil khaylu nahwahu raja'a hariban. Haligi otliqlar u kishi tomon burilsa, otini, ya'ni qochib ketayotgan dushman u tomon burilsa, u kishi qochar edi. Raja'a hariban, qochib ketar edi. Fala yulhaqu. Lekin hech kim yetolmas edi u kishiga. Ot bilan ham yugurib yetolmas edi. Fa iza dakhalatil khaylu ba'd al-madayiq 'ala al-jabal. Haligi otliqlar, ya'ni qochib ketayotgan dushmanning otliqlari madyaqni jami bo'ladi. Bu haligi tog'lar orasidagi dara, tor, ikkita tog'ning o'rtasidagi tor yo'lak. Ana shu bir daraga kirganida otliqlar alal jabal, tog'ning ustiga chiqdida farama alayha al-hijarata. Ustlariga tosh ota boshladi. Ya'ni bitta o'zi katta bir qo'shin bilan, urqoch uslubi bilan jang qilyapti-da. Hatta alqaw kaseeran mimma bi aydihim min ar-rimahi wal abradi li yukhaffifu an anfusihim. Hatto haligi qo'shin, qochib ketayotgan dushman qo'shini o'sha o'zlaridan yukni yengillatish uchun qo'llaridagi rimah, rumhun o'sha nayzalarni val abrod, bu burda, chopon, to'nlarni, kiyimlarni tashlab ketishdi. Hatta la yalhaqahumul jaysh, toki haligi orqadan quvib kelayotgan dushman qo'shini yetib olmasligi uchun
va yengillatish uchun yuklarini qo'llaridagi nayza va kiyimlar tashlab ketishdi. Walam yazal salamatu ala zalik. Bu dushman tashlab ketgan narsalarni Salama radhiyallohu anhu o'zi yig'ib ustiga hali tosh belgi qo'yib ketar edi. Orqadan kelayotgan musulmonlar ko'rib uni ovolishi uchun. Walam yazal salamatu ala zalik. Salama radhiyallohu anhu yana shunday davom etdi. Hatta talahaqa bihil jaysh. Jayshdan murod musulmon qo'shin haligi. Salama radhiyallohu anhu orqasidan kelayotgan musulmon qo'shin yetib keldi orqadan. Fa inna rasula da'a ashabahu fa ajabuhu. Chunki Rasululloh sahobalarni darhol o'sha jangga chiqishga chaqirgan va ular ham qabul qilishgan edi. Va awwalu man intaha ilayhi al-Miqdad ibn al-Aswad. Birinchi yetib kelgan chavandoz Miqdad ibn al-Aswad bo'ldi. Miqdad ibn al-Aswad bu Rasulullohning o'sha chavandozlaridan. Faqala lahu, unga Rasululloh aytdiki, "Ukhruj fi talabil qawmi hatta alhaqak." Haligi dushmanning ortidan yo'lga chiq, men senga yetib boraman orqangdan, dedi Rasululloh. Va atahu al-liwa'a fa kharaj. Va unga bayroqni berdi, u kishi yo'lga chiqdi. Va tabi'athu al-fursan. Va ortidan otliqlar ergashdi. Hatta adraku awakhir al-adu. Dushmanning haligi orqa tomoniga qochib ketyapti-ku, endi o'sha orqa tomonida qochib ketayotgan otliqlarga, askarlarga ular yetib kelishdi. Fa hasalat baynahum munawashat. O'rtalarida jang bo'ldi, qisqagina o'sha otishmalar bo'ldi. Qutila fiha muslimun va mushrikan. Unda bitta musulmon va ikkita mushrik qatl qilindi. Wastanqadal muslimuna g'alibal laqah. Musulmonlar o'sha sog'in tuyalarni ko'pini qaytarib olishdi. Va haraba awailul qawmi bil baqiya. Dushmanning boshi bo'lsa, haligi avvali boshida qochib ketayotganlar, ular qolganlar bilan birga qochib qutulib ketishdi. Va talaba Salama ibn al-Akwa' min Rasulillah an yursilahu ma'a jama'atin fi athari al-qawmi li'akhudhahum ala ghirratin wa hum naziluna ala ahadi miyahihim. Salama ibn Akwa radhiyallohu anhu Rasulullohdan dushmanga ular o'sha bir suvni bo'yiga tushgan, dam olgani to'xtagan paytlarida to'satdan ularga hujum qilish uchun dushmanning ketidan bir guruh bilan u kishini yuborishligini so'radi. Ya'ni menga ozroq odam qo'shib bering, borib turib biz ularni hammasini butunlay yo'q qilamiz. Shunda Rasululloh u kishiga aytdilarki, malakta fa asjih. Bu o'sha maqol. Ya'ni malakta degani qo'lga kiritding degani o'zi lug'aviy ma'nosi. Fa asjih degani yumsha, muloyim bo'l degan ma'noda, lug'aviy ma'nosi. Bu ya'ni maqsadingga yetding. Endi biroz sabr qil degan ma'noda. Shoshilma degan ma'noda. Thumma raja'a ba'da 5 layalin. Keyin 5 kundan keyin Rasululloh qaytib keldilar. Bu qissa Buxoriy va Muslim rivoyatida kelgan sahih qissa. Salama radhiyallohu anhu ning qissasi juda ajoyib qissa. Musulmonlarning qanchalik fidokorligini ko'rsatadi va ularni hech qachon bir minut ham bu dinga xizmat qilishdan to'xtamaganligini, tinimsiz. Mana shu jangdan keyin ozgina 1-2 kun o'tgandan keyin to'g'ri yana Xaybarga qaytib ketishadi, Xaybar jangiga. Rasulullohning sahobalarida bu dinni oliy qilish uchun, dinni yoyish uchun qanchalik ter to'kkanini, qanchalik mehnat qilganligini ko'rsak bo'ladi bu hadislardan. Sariyatun kana banu Asad allazina marra zikruhum kaseeran ma yu'zuna man yamurru bihim minal muslimin. Mana yuqorida aytilgan marra zikruhum degani, ya'ni yuqorida ularni zikri o'tgan Banu Asad qabilasi o'sha ularni yurtidan, ularni yeridan o'tgan musulmonlarga juda ko'p ozor berishar edi. Kaseeran ma'ni irobi, xo'p, kaseeran o'zi mahzuf maf'ul mutloqni yoki bo'lmasa mahzuf zarfni sifati bo'ladi. Demak bu sifat o'zi aslida kaseeran. Buni mavsufi bor mahzuf. O'sha mahzufi yonidagi mana fe'l bor, yu'zuna fe'li. Ana shu fe'lni yo maf'ul mutlog'i bo'lishi mumkin, ya'ni yu'zuna iza'an kaseeran degan ma'noda. Yoki bo'lmasa zarf qilsangiz ham bo'ladi. Masalan, zamanan kaseeran. Yu'zuna zamanan kaseeran. Ma zoida bo'ladi o'sha kasratni, ya'ni ham kuchaytirishlik uchun qo'shilgan zoida bo'ladi. Demak, musulmonlarga juda ko'p ozor berishar edi. Fa arsalalahum alayhissalatu vassalam Ukasha ibn Mihsan fi 40 rakiban liyughiru alayhim. Rasululloh Ukasha ibn Mihsan radhiyallohu anhu ni 40 ta otliq bilan ularga hujum qilish uchun yubordilar. Walamma qaraba biladahum alimu bihi faharabu. Ular yurtiga yaqinlashganida kelayotganini bilib qolib qochib ketishdi. Wa huna wajadu rajulan na'iman fa ammanuhu liyadullahum ala na'amil qawmi fadallahum alayha fastaquha. Shu yerda bir uxlab yotgan bir odam topishdi. Dushmanni tuyalarini ko'rsatib yorishi uchun unga omonlik berishdi va ko'rsatib yordi u ham. Tuyalarni yetaklab kelishdi va kanat 100 ba'ir, 100 ta tuya edi.
ثم قدموا المدينة ولم يلقوا كيدا hech qanday bir jangga duch kelmasdan, ya'ni jang qilmasdan Madinaga qaytib kelishdi. سرية وفي ربيع الأول بلغه عليه الصلاة والسلام أن من بذي القصة يريدون الإغارة على نعم المسلمين التي ترعى بالهيفا. ربيع الأول oyida Rasulullohga Hayfa degan joyda o'sha o'tlab yurgan, boqiladigan musulmonlarning chorva hayvoniga Zil qissadagilar hujum qilmoqchi ekanligi xabari yetib keldi. Qarang nima ishlayapti-da, istixborot deydi-ku. Farsala lahum Muhammad ibn Maslamata fi 'asharatin minal muslimin. Muhammad ibn Maslamani, mana xos Rasulullohning soqchisi bo'lgan bu kishi. Musulmonlardan 10 kishi bilan ular tomoniga yubordi. Fa balagha diyarahum laylan. Ularning yurtiga kechasi yetib keldi. Vaqad kamunal mushrikuna hina ma alimu bihim. Mushriklar ularni kelayotgan bilganida yashirinib pistirma qurib qo'yishgan edi. Kamuna degani o'sha yashirinib pistirmada poylab turish. Fanamal muslimuna va lam yash'uru illa wan nablu qad khalatahum. Musulmonlar kelib uxlashdi va ustilariga kamon o'qlari yog'ilayotgan holatda uyg'onishdi. Yash'uru ya'ni uyg'onishdi degan ma'noda. Fatawathabu ala aslihatihim, qurol yaroqlariga yugurishdi. Walakin taghallaba alayhimul a'da, lekin dushman ulardan ustun kelib faqataluhum g'ayra Muhammad ibn Maslamata tarakuhu li dhannihim annahu qutil. Muhammad ibn Maslamadan boshqa hammani o'ldirishdi. Uni o'sha o'ldi deb o'ylaganliklari uchun tegishmagan edi. Fa'ada ila al-Madinati wa akhbara ar-Rasul alayhi salatu wassalam. Madinaga qaytib Rasulullohga bo'lgan voqeani xabarini berdi. Fa arsala Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah fi Rabi' al-akhir liyaqtassa min al-a'da. Shunda Rasululloh Rabi'ul akhir, ya'ni bir oy keyin Rabi'ul avval, undan keyin Rabi'ul akhir. Rabi'ul akhir oyida dushmanlardan qasos olish uchun Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah radhiyallohu anhu jo'natdi. Falamma wasala diyarahum wajadahum tashattatu haribin fastaqa na'amahum wa raja'a. Ular yurtiga yetib borganida ularni qochib hamma tomonga tarqalib ketganini ko'rdi. Shunda tuyalarini yetaklab qaytib keldi. Jon havlida deydi-ku. Mol-mulk ko'zga ko'rinmaydi-da. Tuyalarni hamma yoqqa tashlab ketishadi endi. Sariyatun akasa banu Sulaymin allazina kanu min al-mutahazzibin fi ghazwati al-Khandaq al-muslimin fi sayrihim. Xo'p, Xandaq jangida qatnashgan mutahazzibin degani o'sha Xandaq jangidagi qo'shinga qo'shilgan, o'zi hizbun guruh degani-ku. Tahazzaba degani o'sha guruhlashgan, bir guruhga qo'shilgan degan ma'noda. Xandaq jangida qatnashgan Banu Sulaym qabilasi musulmonlarning yo'lini to'sdi. Ya'ni to'sqinchilik qildi, qaroqchilik qildi. Farsala alayhi salatu vassalam Zayd ibn Harithata fi Rabi'il akhir li yughira alayhim fil Jamum. Shunda Zayd ibn Harisani Rasululloh Rabi'ul akhir oyida Jamum degan joyga ularga hujum qilish uchun yubordi. Falamma balaghu diyarahum wajaduhum tafarraqu. Yetib kelganida Zayd ibn Harisa ularni qochib ketganini ko'rdi va wajadu hunaka imra'atan min Muzaynata dallathum ala manazil bani Sulaym. Va muzaynalik bir ayolni uchratib qolishdi. Banu Sulaymni joylarini ularga ko'rsatib yubordi haligi ayol. Asabu biha na'aman wa sha'a. Bu yerda musulmonlar tuyalar va qo'ylarni topishdi. Va wajadu rijalan asaruhum. Va bir qancha kishilarni ham topishdi. Ularni hammasini asirga olishdi. Va fihim zawju tilkal mar'a. Ana shu kishilarning erkaklarning orasida mana bu ayolning eri ham bor edi. Faraja'u bizalika ila al-Madina, shu bilan Madinaga qaytib kelishdi. Fa wahaba Rasul sallallohu alayhi vasallam li hadhihi al-mar'ati nafsaha wa zawjaha. Rasululloh mana bu ayolga o'zini va erini hadya qildi. Ya'ni yaxshilikka yaxshilik bilan javob qaytargan. Rasululloh hech qachon zolim bo'lmagan, qahri qattiq bo'lmagan. Shu ko'rsatib o'rgani uchun ayni adolatda. Ayni adolat bu. O'zini ham ozod qilyapti va erini ham qo'shib ozod qilyapti. Sariyatun بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أن عيرا لقريش أقبلت من الشام تريد مكة. Rasulullohga Makka tomon Shomdan Qurayshning bir karvoni qaytib ketayotgani xabari yetib keldi. Turidu Makkata degani, ya'ni Makka tomon. Shomdan, Shomga borgan, tijorat qilgan, endi Makkaga qaytyapti. Shu bir karvonning xabari yetib keldi. Fa arsalaha Zayd ibn Harithata fi 170 rakiban li'taridaha. Uni yo'lini to'sish uchun Rasululloh Zayd ibn Harisani 170 ta otliq bilan birga jo'natdi. Fa akhadha wa ma fiha wa asara man ma'aha min ar-rijal. U karvondagi narsalarni qo'lga oldi, qo'lga kiritdi Zayd ibn Harisa va karvondagi butun kishilarni asirga oldi. Va fihim Abu al-As ibn Rabi'
Zavju Zaynab binti Rasulilloh sallallohu alayhi vasallam. Rasulullohning qizlari Zaynab onamizni turmush o'rtog'i Abul As ibn Robiy ham bor edi. U paytda hali musulmon bo'lmagan edi. وكان من رجال مكة المعدودين تجارة ومالا وأمانة. Bu Abul As ibn Robiy Makkani o'sha tijoratda bo'lsin, mol-mulk va omonat, ishonchlilikda bo'lsin, Makkani taniqli, sanoqli kishilaridan edi. Fastajara bi zawjihi Zaynab fa ajarathu. Ayollari o'sha Zaynab onamizdan omonlik tiladi. Fa ajarathu. Zaynab onamiz unga omonlik berdi. Va nadat bizalika fi majma'i Quraysh. Va Zaynab onamiz buni o'sha Qurayshliklar yig'ilib turgan joyda e'lon qildi. Qurayshlikdan murod, ya'ni muhojirlarda endi. Faqala alayhissalatu vassalam, shunda Rasululloh aytdilarki: "Al-muslimuna yadun wahidatun yujiru alayhim adnahum wa qad ajarna man ajarti." Musulmonlar bir tanu bir jon. Ya'ni musulmonlar bir, o'zlarini orasida bir va teng deganida. Ular nomidan alayhim degani ular nomidan adnahum, eng kichiklari ham. Ya'ni bu xoh o'sha martabada kichik bo'lsin yoki yoshda kichik bo'lsin, eng kichiklari ham ular nomidan nima qila oladi? O'z himoyasiga ola oladi bir odamni. Va biz sen omonlik bergan odamga biz ham omonlik berdik dedi Rasululloh. Va hada ablaghu ma qila fil musawati bayna afrodil muslimin. Mana bu musulmonlarning fardlari o'rtasidagi tenglik borasida aytilgan eng buyuk so'z bo'ldi. ورد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ما له بأسره لا يفقد منه شيئا فذهب إلى مكة فأدى لكل ذي حق حقه ورجع إلى المدينة مسلما فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجه. Shunda Rasululloh Abul Asga, ya'ni kuyovlariga molini bi asrihi degani hammasini, la yafqidu minhu shay'an, undan biror narsani qoldirmasdan molini hammasini qaytarib berdilar. Abul As Makkaga qaytdi va har bir odamga o'z haqqini berib, ado qilib, keyin Madinaga musulmon bo'lib qaytdi va Rasululloh ayollarini unga qaytarib berdi, Abul Asga. سرية وفي جماد الآخرة أرسل عليه السلام زيد بن حارثة في 15 رجلا للإغارة على بني ثعلبة الذين قتلوا أصحاب محمد بن مسلمة وهم مقيمون بالطرف. خب جماد الآخر oyida Rasululloh Zayd ibn Harithani Muhammad ibn Maslamani Tarof degan joyda turganlarida Muhammad ibn Maslamani sheriklarini o'ldirgan Banu Tha'labaga hujum qilish uchun 15 kishi bilan birga yubordi. Fatawajjahati sariyatu lidhalika. Demak, qo'shin mana shu maqsadda yo'lga chiqdi. Walamma ra'ahumul a'da dhannuhum tali'atan li jayshi Rasulilloh sallallohu alayhi vasallam. Dushmanlar bularni ko'rganida Rasulullohni katta bir qo'shinini, Tali'a degani ilg'or guruhi, haligi oldinda katta qo'shinni oldida yo'lda o'rganib, atrofni tekshirib, kuzatib yuradigan, haligi razvedchik deydi-ku, avangard deydi, otryad deydi. Demak, Rasulullohning katta bir qo'shinini o'sha oldinda kelayotgan bir nimasi guruhi, ilg'or qo'shini deb o'yladida, faharabu va taraku na'amahum va sha'ahum, tuyalari va qo'ylarini tashlab qochib qolishdi. Fastaqahal muslimuna va raja'u ila al-madinati ba'da 4 layalin. Musulmonlar u tuyalarni, qo'ylarni hammasini haydab Madinaga 4 kundan keyin qaytib kelishdi. Sariyatun va fi Rajaba arsala alayhi salatu wassalam Zayd ibn Harithata liyughira ala bani Fazarata لأنهم تعرضوا لزيد وهو راجع بتجارة من الشام فسلبوا ما معه وكادوا يقتلونه. Rajab oyida payg'ambar alayhisalom Zayd ibn Harithani Banu Fazaraga hujum qilish uchun yubordi. Chunki ular Zayd ibn Haritha tijorat bilan Shomdan qaytib kelayotganida yo'lini to'sib va mol-mulkini ma'ahu degani qo'lidagi bor narsani tortib olib, hatto o'zini ham o'ldirishgacha borishgan edi. Ya'ni o'ldirishlariga oz qolgan edi. فلما جاء المدينة وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم الخبر أرسله مع رجاله للقصاص من فزارة المقيمين في وادي القرى. Zayd radhiyallohu anhu Madinaga kelib Rasulullohga bu xabarni yetkazganida uni o'zini o'sha nimasi bilan rijalihi, ya'ni qo'shinidagi kishilar bilan Vadil Quroda yashaydigan Fazara qabilasidan qasos olish uchun qaytarib jo'natdilar. Fasaru hatta dahamul aduwa va ahatu bihim wa qatalu minhum jam'an katiran. Ular yo'lga chiqib dushmanga to'satdan hujum qilishdi. Dahamu to'satdan hujum qilib va ularni o'rab olishdi. Ulardan juda ko'pchilikni o'ldirishdi. Va akhadhu imra'atan min kibarihim asiratan. Ularni o'sha kattalaridan, zodagonlaridan bo'lgan bir ayolni asir olib,
فاستوهبها عليه الصلاة والسلام ممن أسرها وفدى بها أسيرا كان بمكة. Rasululloh lekin u ayolni o'sha asirga olgan kishidan, asirga olgan musulmondan so'rab oldilar. Istavhaba degani o'sha qaytarib berishini, sovg'a qilishini iltimos qilib qaytarib oldilarda va fada biha, u ayol evaziga Makkadagi bir asirni ozod qildilar. Yani bu yerda asirlar almashuvi bo'ldi. Almashtirdilar ya'ni Rasululloh Makkadagi bir asirga. سرية وفي شعبان أرسل عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن عوف مع 700 من الصحابة لغزو بني كلب في دومة الجندل. Sha'ban oyida Rasululloh Abdurrahman ibn Avfni sahobalardan 700 tasi bilan Dumatul Jandaldagi Banu Kalb qabilasiga hujum qilish uchun yubordi. Vaqad wassahum alayhissalatu vassalam qabla as-safari biqawlihi. Rasululloh ular yo'lga chiqishidan oldin, safarga, ya'ni yo'lga chiqishidan oldin mana bunday deb ularga vasiyat va nasihat qildilar. Ughzu jami'an fi sabilillah. Alloh yo'lida bir bo'lib, jami'an degani bir bo'lib, bir tanu bir jon bo'lib jang qiling. Faqatilu man kafara billahi. Allohga kufr keltirganlar bilan urushing, jang qiling. Wala taghullu wala taqdiru wala tumathilu wala taqtulu walidan. Taghullu degani g'ul, bu o'ljadan nima qilish, o'g'irlash. Ya'ni o'ljani taqsimlanishidan oldin o'g'irlamang, xiyonat qilmang, musla qilmang, musla va yosh bolalarni o'ldirmang. Faza ahdullohi va siratu nabiyhi fikum. Bu sizlarga Allohning nima ahd buyrug'i degani. Ahd degan topshirig'i, amri, farmoni. Orangizda payg'ambarini xulqi, atvori. Payg'ambari jang qilsa mana shunday xulq atvor bilan jang qiladi. Thumma atahu liwa'a fasaru ala barakatillah hatta hallu bi diyaril adu. Keyin bayroqni ularga berdilar. Ular Allohning nima nomi bilan, Allohning nomini yodga olib, tilga olib yo'lga chiqdilar va dushmanning yurtiga yetib keldilar. Halla o'sha joylashish, tushish degani. Fada'awhum ila al-islam 3 ayyam. Ularni 3 kun islomga da'vat qilishdi. Va fil yawmi ar-rabi'i aslama ra'isul qawmi al-Asbagh ibn Amr an-Nasrani. 4-kuni ularning boshlig'i Asbagh ibn Amr an-Nasrani degan kishi musulmon bo'ldi. Va aslama ma'ahu jam'un min qawmihi. U bilan birga o'zining qavmidan bo'lgan bir qancha kishilar ham musulmon bo'lishdi. Va baqiya akharuna radina bi i'ta'il jizya. Qolganlar bo'lsa jizya berishga rozi bo'lib dinlarida qolishdi. Baqiya degani dinlarida qolishdi. Musulmon bo'lishmadi. Fatazawwaja Abdurrahman bint ra'isihim. Abdurrahman ibn Avf ularning raisini, sayyidini qiziga uylandilar. Kama amarahu bizalika alayhi salatu vassalam. Rasululloh unga buyurganidek. Va hadhihi aqrabu wasitatin litamkini silatil wuddi baynal umara. Mana bu amirlar o'rtasida do'stlik rishtasini mustahkamlashdi. Eng aqrob degani oson va kuchli nimasi, yo'li, vositasi. Bihaythu yahummu kullan ma yahummul akhar. Bir-biriga xudo anda bo'lgandan, qarindosh bo'lgandan keyin ikkinchisini qiziqtirgan narsa, ikkinchisiga o'sha muhim bo'lgan narsa narginisiga ham muhim bo'ladi. Ya'ni maqsadlari nima bo'ladi? Birlashadi. Bir-birini g'amini yeydigan bo'ladi. Fa ni'ma hiya siyasatu as-silmi wal mahabba. Tinchlik va muhabbat siyosati bu qanday yaxshi siyosat. Lekin hammasi o'z o'rnida bo'lishligi kerak. Hammasini o'zining nimasi bor, o'rni bor. Sariyatun va fi Sha'ban arsala alayhi salatu vassalam Ali ibn Abi Talib fi 100 li ghazwi bani Sa'd ibn Bakr bi Fadak. Sha'ban oyida payg'ambar alayhisalom Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu ni Fadakdagi Banu Sa'd ibn Bakr qabilasiga hujum qilish uchun, o'sha qabila bilan jang qilish uchun 100 ta kishi bilan yubordi. Li'annahu balaghahu annahum yajma'una al-juyush li musa'adati yahudi Khaybara ala harb al-muslimina muqabila tamrin yu'tunahu min tamri Khaybara fasarat as-sariyatu. Chunki Rasulullohga ular Xaybar xurmolaridan ular beradigan bir qancha xurmo evaziga musulmonlarga qarshi urushish uchun Xaybar yahudlarga yordam berish maqsadida qo'shin to'playotgani xabari yetib keldi. Ya'ni demak qo'shin to'plashayotgan edi, nimaga? Xaybar yahudiylarga yordam berish uchun, musulmonlarga qarshi jang qilish yo'lida. Nimani evaziga yordam beradi? Xurmo evaziga. O'sha Xaybar xurmolaridan ularga beriladigan bir xurmo evaziga yordam berish uchun qo'shin to'playotgani xabari yetib keldi. Fasaratis sariyatu, qo'shin yo'lga chiqdi. Va baynama hum sa'iruna altaqaw bijasusil adu. Ular ketayotganlarida dushmanni josusini uchratib qolishdi. Va arsaluhu ila Xaybar.
liyaqida al-muahadata ma'a yahudiha. Dushman bu josusni Xaybarga yuborgan edi. Arsaluhu degani, ya'ni arsaluni o'sha zamir dushmanga qaytadi. Ya'ni Fadakdagi nimalar jo'natgan edi? Banu Sa'd ibn Bakr qabilasi Xaybarga yahudiylar bilan kelishuv tuzish uchun, imzolash uchun jo'natishgan edi. Fatalabu minhu an yadullahum alal qawmi wa huwa amin. Dushmanni ko'rsatib yuborishni undan so'rashdi. Nima evaziga? Va huwa amin. Unga o'sha omonlik berilishi evaziga, o'zi xotirjam bo'lishi evaziga dushmanni ko'rsatib yuborish. Nozik joylarini-da. Fadallahum ala mawdi'ihim, ularni joyini ko'rsatdi. Fastaqa minhul muslimuna na'amal qawm. Musulmonlar dushmanni tuyalarini haydab ketishdi. Va harabar ru'at, cho'ponlar qochishdi. Fahazzaru qawmahum, qavmini ogohlantirishdi. Fadakhalahumur ru'bu va tafarraqu, qalblariga qo'rquv oralab ular qochib ketishdi. Faraja'al muslimuna va ma'ahum 500 ba'irin va 1000 shatin. Musulmonlar 500 ta tuya va 2000 ta qo'y bilan qaytib kelishdi. Va raddallohu kaydal mushrikin, Alloh taolo mushriklarni hilasini puchga chiqardi. Falam yamuddul yahuda bi shay'in, yahudiylarga hech qanday nima madad, yordam bera olishmadi. Qatlu Abi Rafi'in, Abu Rafi'ni o'ldirilishi. وكان المحرك لأهل خيبر على حرب المسلمين وهو سيدهم أبو رافع سلام ابن أبي الحقيق الملقب بتاجر أهل الحجاز لما كان له من المهارة في التجارة. خب محرك خبر بوليابت كان اسمه أبو رافع بوليابت وهو سيدهم بو وخالية بوليابت. خيبر أهلنا مسلمان لرجع urush qilish uchun gijgijlagan. Muharrik, ya'ni shu fikrni bergan ularga va holanki ularni sayyidi bo'lgan kishi Abu Rafi' Sallam ibn Abil Huqayq degan kishi edi. Tijoratda juda mahoratli bo'lganligi uchun ahli Hijoz tojiri deb laqablanadigan mana shu kishi edi. Va kana za sarwatin ta'ilatin yuqallibu biha qulub al-yahud kama yurid. Juda katta boylik egasi edi. Yahudiylarning qalbini xohlagan tomoniga burar edi bu boyligi bilan. Xuddi hozirgidek pul, ya'ni qo'lida edi. Pulni egallagan. Fantadaba lahu alayhi salatu vassalam man yaqtuluhu. Shunda Rasululloh uni o'ldiradigan kishini talab qildi, so'radi. Ya'ni kim uni o'ldiradi, kim uni tinchitadi deb so'raganlarida fa'ajaba lidhalika 5 rijalin min al-Khazraj ra'isuhum Abdullah ibn Atik. Khazrajlardan 5 kishi, ularning boshlig'i o'sha Abdullah ibn Atik degan sahoba buni qabul qilishdi. Liyakuna lahum mislu ajri ikhwanihim min al-Aws allazina qatalu Ka'b ibn al-Ashraf. Ularni o'sha Ka'b ibn Ashrafni o'ldirgan Avslik birodarlarini ajriga, mukofotga, shu obro'ga erishish uchun ular qabul qilishdi. Fa inna min ni'amillahi ala rasulihi an kana al-Aws wal Khazraj yatafakharuna bima yaf'alunahu min tanfizi raghabati rasulillah. Aws va Khazraj Rasulullohni istaklarini bajarish yo'lida bir-birlari bilan musobaqalashishligi Rasulullohga Alloh taoloning katta ne'mati edi. Fala ta'malul Aws amalan illa ijtahada al-Khazraj fi mislihi. Aws nima ish qilsa, Khazraj ham xuddi unga o'xshashini qilishga harakat qilar edi. Fa amarahum ar-rasul sallallohu alayhi va sallam bizalika ba'da an wassahum alla yaqtulu walidan wa lamra'a. Shunda Rasululloh ularga buni buyurdi. Yosh bola va ayollarni o'ldirmaslikni buyurganlaridan keyin fasaru hatta ataw Xaybara. Yo'lga chiqib Xaybarga kelishdi. Faqala Abdulloh li ashabihi. Abdulloh ibn Atik sheriklariga aytdiki, makanakum, ilzamu makanakum deganida. Ya'ni joyingizda turib turing. Fa inni muntaliqun lil bawwabi wa mutalattifun lahu la'alli adkhulu. Men bawwab, haligi posbon, qo'riqchini oldiga borib, unga bir yaxshi chiroyli muomala qilib ko'raman. Mutalattifun degani chiroyli yaxshi muomala qilib ko'raman, shoyat kirib ketsam. Demak, tekshirib kirgizilgan postda bu endi go'yoki. Fa aqbala hatta dana min al-bab. Kelib eshikka yaqinlashdi-da, thumma taqanna'a bi thawbin ka'annahu yaqdi hajatahu. Ali kiyimiga o'ranib oldi. Xuddi bir hojatini ushlatayotgandek, ya'ni bavul qilayotgandek yoki bir torat ushlatayotgandek kiyimini o'ranib oldi. Va qad dakhala an-nas, odamlar kirib ketishgan edi qal'aga. Bu nimani? Saroyda, bu qal'asi edi Abu Rafi'da. O'sha qal'aga odamlar deyarli hammasi kirib tugagan edi. Fa hatafa bihil bawwab. Shunda bawwab, haligi eshikpon, Abdulloh ibn Atikka qarab baqirib shunday dedi: "Udkhul ya Abdulloh in kunta turidu dukhul." Abdullohdan murod ey Allohning bandasi demak. O birodar degani. O birodar,
Agar kirmoqchi bo'lsang kir, eshikni yopaman deganida. Kirmoqchi bo'lsang kirib ol, eshikni yopaman. Fa inni uridu an ughliqa al-bab. Chunki men eshikni qulflamoqchiman, yopmoqchiman dedi. Fadakhala, u kishi kirib oldi. Mana hiylada bu. Xuddi o'zini qal'a ahlidan qilib ko'rsatdi-da. Kirib va kamuna hatta namal bawwab. Kirib yashirinib oldi va bawwab uxladi. Fa akhadha al-mafatih, kalitlarni oldida bawwabdan va fataha liyashula lahu al-harab. Qochish oson bo'lishi uchun eshikni ochib qo'ydi. Qal'aning eshigini qulflab qo'ygan edi endi bawwab. Thumma tawajjaha ila bayti Abi Rafi'. Abu Rafi'ning uyiga qarab ketdi. Va sara yaftahu al-abwab allati tusilu ilayhi. Shu uni uyiga olib boradigan eshiklarni hammasini ochib ketar edi. Va kullama fataha baban aghlaqahu min dakhilin hatta intaha ilayhi. Bir eshikni ochsa, ichkaridan uni yopib qo'yar edi, to Abu Rafi'ning oldiga keldi. Fa idha huwa fi baytin muzlimin wasata ayalihi. Abu Rafi' qorong'u uyda oila bola chaqasini o'rtasida, orasida uxlab yotgan edi. Falam yumkinhu tamyizuhu. Lekin Abdulloh ibn Atik uni ajratib ola olmadi qaysi biriligini. Rasululloh tepada yosh bolalar, ayollarni o'ldirmanglar degan edi. Ajratishlikning imkoni bo'lmadi. Fanada ya Abu Rafi'. Keyin ey Abu Rafi' deb nido qildi, gapirdi. Qola man Abu Rafi', kimsan dedi. Fa ahwa bis-sayfi nahwa as-sawti. Falam yughni shay'an. Qilichi bilan hali ovoz tomonga qarab tashlandi. Lekin hech qanday foyda bermadi. Va inda zalika qalat imra'atuhu, shunda Abu Rafi'ning ayoli aytdiki, hada sawtu ibn Abi Atik. Bu Abdulloh ibn Abi Atikning ovozi dedi. Faqala laha thakilatki ummuki wa ayna ibn Abi Atik al-an. Ayoli tanidi-da bu sahobani. Abu Rafi' ayoliga aytdiki, thakilatki ummuk degani qurib ketgur, yashamagur. Ibn Atik hozir bu yerda nima qiladi dedi. Ibn Atikka balo bormi deganida. Fa'ada Abdulloh lin-nida mughayyiran sawtahu qailan. Shunda Abdulloh ovozini o'zgartirib, yana mana bunday deb nido qildi qaytadan. Ma hadha as-sawtu alladhi nasma'uhu ya Abu Rafi'. Ya Abu Rafi', mana bu biz eshitayotgan ovoz nimasi bu? Kimning ovozi bu deb. Buni kim so'rayapti? Abdulloh ibn Atik so'rayapti. Atik chalg'itish uchun ovozini o'zgartirib. Qola Abu Rafi' aytdiki, li ummikal wayl anna rajulan fil bayti darabani bis-sayf. Onadan olib so'kish bor ekanda bularda ham. Onangni holi vayron bo'lsin, uyda bir odam meni qilich bilan chopdi hozir dedi. Fa'amada ilayhi fadarabahu ukhra lam tughni shay'an. Shunda Abdulloh ibn Atik yana u tomon qilichi bilan nima qildi? Tashlanib zarba berganida bu ham hech qanday foyda bermadi. Fatawara thumma ja'ahu kal mughifi wa ghayyara sawtahu. Keyin yashirinib oldi Abdulloh ibn Atik. Keyin Abu Rafi'ning oldiga xuddi bir yordam so'ragan odamdek keldi. Ya'ni o'zini qo'rqqan qilib ko'rsatib, ovozini o'zgartirib oldi. Fawajadahu mustalqiyan ala zahri. Abu Rafi'ni o'sha chalqancha osmonga qarab yotganini ko'rib, fawada'a as-sayfa fi batnihi, qilichni qorniga qo'ydi-da va tahamala alayhi, bosdi keyin ustidan. Hatta sami'a sawtal azmi, hatto suyakning ovozini eshitdi. G'irchillagan ovozi yoki suyagiga qilichni uchi borib qadalganini, orqa pazvonoshlik deymizmi? O'sha belidagi suyagiga qilichi yetib borganini eshitib, thumma kharaja min al-bayt, uydan chiqib ketdi va kana nazaruhu da'ifan. U kishini ko'z zreniyasi past edi, Abdulloh ibn Atikni. Kechasi uncha yaxshi ko'rmas edi-da, fa waqa'a min fawqis sullam. Haligi zina poyani ustidan tushib ketdi pastga. Fa kusirat rijluhu, oyog'i sindi, fa asabaha bi imamatihi. O'sha joyda oyog'ini singaniga ham qaramasdan sallasi bilan haligi singan joyini o'ratdan keyin bog'lab, thumma talaqa ila ashabihi, sheriklarining oldiga ketdi. Va qala an-najatu qutila wallahi Abu Rafi'. Qutuldik dedi. Allohga qasam Abu Rafi' o'ldi dedi. Fantahu ila Rasul sallallohu alayhi vasallam fahaddathuhu. Rasululloh oldiga kelib Rasulullohga aytib berishdi bo'lgan voqeani. Thumma qala li Abdullah. Keyin Rasululloh Abdulloh ibn Atikka aytdilarki, ubsut rijlaka, oyog'ingni uzat dedi. Famassahaha alayhi salatu vassalam fakaannahu lam yashtakiha qattu. Rasululloh silab qo'ydilar, xuddi hech oldin nima kasal bo'lmaganday, hech narsa ko'rmaganday sog'ayib ketdi. Va adat ahsana ma kanat, avvalgidan ham nima yaxshiroq bo'ldi. فانظر رعاك الله إلى ما كان عليه المسلمون من استسهال المصاعب ما دامت في ارتضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. Xudo xayringizni bersin, ra'akalloh degani Alloh o'zi sizni hifzi himoyasida asrasin. Musulmonlarni modomiki bu Rasulullohni roziligi yo'lida bo'ladigan bo'lsa, qiyinchiliklarga parvo qilmasligiga e'tibor bering. Faradiyallohu anhum va ardohum.
sahobalardan haqiqatda Alloh rozi bo'lsin. Rasulullohga ularning joni fido edi haqiqatda. Ulardek Rasulullohni yaxshi ko'rgan, ulardek Rasulullohga haris bo'lgan, ulardek Rasulullohning buyrug'ini bajarishlikka o'ch bo'lgan odamlar yo'q bo'lsa kerak. Va shu yuqorida aytganimizdek, hammasi o'z o'rnida bo'lishligi, tinchlik, muhabbat siyosati qanday yaxshi dedilar-ku shayx. Hammasi o'z o'rnida. Shunga arziydigan odam bilan tinchlikka, mehr muhabbatga, bag'ri kenglikka arziydigan odamga nisbatan bag'ri kenglik, lekin arzimaydigan odam, bu o'sha qilishdan boshqa tilni tushunmaydigan odamga bu Rasululloh demak xuluqi go'zal deganimizda Rasulullohning xuluqi hammasini o'z o'rniga qo'ygan Rasululloh. Bo'lib mana bunaqangi bir xiyonatga, razillikka, pastkashlikka o'rganib qolgan va shu tabiatiga singib ketgan bunaqangi razil odamlarga nisbatan rahm shafqat foyda bermas ekan. Demak, shu yaxshilikka, rahm shafqat, bag'ri kenglikka arziydigan odamlarga rahm shafqat qilinadi. Sariyatun va lamma qutila Ka'bun walla al-yahudu makanahu Usayr ibn Rizam. Ka'bun bo'lib tushib qolibdi, lekin o'zi asli tepadagi o'sha Sallam ibn Abil Huqayq, Abu Rafi' ya'ni. Lamma qutila Abu Rafi' yoki Sallam ibn Abil Huqayq deymizda. Walla al-yahudu makanahu Usayr ibn Rizam. Mana shu Sallam ibn Abil Huqayq hozir tepadagi qissasi o'tgan. Abu Rafi' o'ldirilganida va yahudiylar uni o'rniga Usayr ibn Rizam degan odamni tayinlashdi, boshliq qilib, rahbar qilib. Bu Ka'b ibn al-Ashrafda agar aytayotgan bo'lsa, u noto'g'ri, u ancha bo'ldi o'lganiga. Keyin bu yerda o'sha aynan Xaybarda sayyidlari haqida gap ketyapti-da. Xaybarda sayyidi yuqorida aytdik-ku, va sayyiduhum deb. Sayyidi kim? O'sha Sallam ibn Abil Huqayq. Farsala alayhi salatu vassalam man yasta'limu lahu khabarahu. Rasululloh buni xabarini bilib kelgan odam jo'natdi. Ya'ni nima bo'lyapti, voqealar nima qilmoqchi? Faja'athu al-akhbaru bi annahu qala liqawmihi. Rasulullohga xabarlar quyidagicha yetib keldi. U chiqib qavmiga shunday dedi, Usayr ibn Rizam yahudiylarga shunday dedi: "Sa'asna'u bi Muhammadin ma lam yasna'hu ahadun qabli." Muhammadga mendan oldingi biron kishi qilmagan ishni qilaman. Asiru ila Ghatafan fa ajma'uhum li harbihi. G'atafanga borib, unga qarshi urushish uchun G'atafonni yig'aman, jamlayman. Va sa'a fi zalik, va shunga urindi, u harakat qildi. Mana shuni xabari Rasulullohga yetib keldi. Fa arsala alayhi salatu vassalam Abdulloh ibn Rawaha al-Khazraji fi 30 min al-ansar listimalatihi. Shunda Rasululloh Abdulloh ibn Rawaha al-Khazrajini 30 ta ansoriy sahoba bilan birga yubordi, uni o'zi tomon og'dirish uchun, istimala, uni o'ziga og'dirish uchun, bu niyatidan qaytarish uchun. Fa kharaju hatta qadimu Khaybar. Yo'lga chiqib Xaybarga kelishdi. Va qalu li Usayrin nahnu aminun hatta na'ridu alayka ma ji'na lahu. Usayrga aytishdiki, biz omondamiz, ya'ni bizga omonlik ber, to nima uchun kelgan bo'lsak, o'sha maqsadimizni senga aytgunimizcha, senga nima taklifimizni bildirgunimizcha bizga omonlik ber dedi. Qala na'am, bo'pti dedi. Va vali mislu zalik, va men uchun ham xuddi shunga o'xshash edi dedi. Fa ajabuhu, ular ham qabul qilishdi. ثم عرضوا عليه أن يقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترك ما عزم عليه من الحرب فيوليه الرسول صلى الله عليه وسلم على خيبر فيعيش أهلها بسلام. Keyinga mana bu taklifni bildirishdi. Rasulullohning oldiga kelib va o'zi o'sha qasd qilgan jangdan voz kechishi, Rasululloh uni Xaybarga vali qilib tayinlashi va Xaybar ahli tinch xotirjam yashashini unga taklif qilishdi. فأجاب إلى ذلك وقبل قلده وخرج في 30 يهوديا كل يهودي رديف لمسلمين. Shunda 30 ta yahudi bilan yo'lga chiqdi. Har bitta yahudi musulmonning orqasiga mingashib olgan edi. وبينما هم في الطريق ندم أسير على مجيئه. Yo'lda ketayotganlarida Usayr bu qilgan ishidan, ya'ni bu kelayotganiga, Rasulullohning oldiga kelayotganidan afsus nadomat qildi. Qilgan ishidan afsuslandi. وأراد التخلص مما فعل بالغدر بمن أمنوه. Shunda bu qilib qo'ygan ishidan o'zi ularga omonlik berganlarga xiyonat qilish orqali qutulmoqchi bo'ldi. فأهوى بيده إلى سيف عبد الله بن رواحة. Shunda qo'lini Abdullah ibn Ravahani qilichiga uzatdi. فقال Abdullah ibn Ravaha aytdiki: "Ag'adran ya aduvalloh." Ey Allohning dushmani, xiyonat qilmoqchimisan hali?
dedi. Thumma nazal va darabahu bis-sayf. Tushib qilich bilan chopdi haligini. Fa ataha ammata fakhizihi. Sonini aksar qismini kesib tashladi, uzib tashladi. Va lam yalbas an halak. Ko'p o'tmasdan o'ldi o'sha joyda. Faqama al-muslimuna ala man ma'ahu min al-yahudi faqataluhum an akhirihim. Musulmonlar ham yo'llaridagi orqasiga mingashib olgan yahudiylarni tutib, hammasini bitta qo'ymay oxirigacha o'ldirishdi. Va hadza aqibatul ghadri. Xiyonatning oqibati mana shunday bo'ladi. Allohu a'lam. Alloh taolo o'zi foydali ilm bersin. Subhanakallohumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka va natubu ilayk.